Shunday savol kelibdi, javob berib o'taman. Erimni yaxshi ko'raman, biroq uni otasi menga teginadi. Oilam buzilmasin deb, ota bolani urushtirmay deb jim yuribman, to'g'risi. Aytishim kerak deb o'ylayman, biroq bunga jasorat topa olmayapman demoqchilar. Bu holatga nima degan bo'lardim? Albatta bu juda ham qisqa mavzu emas, chuqurroq ishlanadigan mavzu. Chunki u inson bunga jur'at qila olyaptimi? Demak, ayolda ham o'zgarishi kerak bo'ladigan juda ko'p etaplar bor. Ya'ni bu ong ostilari bilan bog'liq. Hozirgi holatingizni aytadigan bo'lsak, hozirgi vaziyatingiz bilan bog'laydigan bo'lsam, siz unga shaxsiy chegarani o'rnata bilishingiz kerak. Bu nima degani? Bu sizning o'zingiz himoyangiz uchun. Ya'ni u inson nimaga jur'at qila olyapti? U faqatgina iarxiya qonuni. Ya'ni bu degani uni o'sha oilada avtoritet shaxsligi bor. Uni qadrli insonligi bor. Va o'shani bilgan holda bundan foydalanyapti. Endi bu metodini hammaga ham ishlata olmaydi. Biroq sizga ishlata olyaptimi? Demak, sizda yo'q shaxsiy chegara. Ya'ni bu qanday namoyon bo'ladi? Xo'p, qo'polliklar bilan, bu sizning tana tilingizda, bu sizning muomalangizda, bu sizning qarashingizda, umuman tana tilingizda namoyon bo'lishi kerak edi. Biroq siz buni u insonga ko'rsatib bera olmayapsizmi? Demak, jimsiz. Demak, chidayapsiz. Nimadir qilish qo'lingizdan keladi, biroq siz chidayapsizmi? Bu degani unga yana qayta imkon degani. Uni oldini olish uchun ham birinchi navbatda o'zingiz munosabatingizni o'zgartiring. Ikkinchi navbatda eringizga aytishingiz shart. Bu munosabatni faqatgina borini gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Chunki hali muammo chuqurlashgani yo'q. Aynan mana shu holatingizni bugundan oldin olmas ekansiz, keyinchalik sizda jinsiy travmalar vujudga kelishi, bu esa sizni og'ir holatlarga, ya'ni ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Hech bir muammoni chidash bilan yechimini topib bilmaysiz. Chunki chidash bu davomli, uzoq mana shu holatda, mana shu vaziyatda yashab berish degani va bunga ko'nikish degani. Inson hattoki zo'ravonlikka ham adaptatsiya bo'ladi. Ya'ni ko'nikadi, oxiri taslim bo'ladi. Bunday holatda u ongsiz holatda harakatlanadi.